Assalomu alaykum do'stlar, qadrdonlar, hurmatli kuzatuvchilar, chorqa ishqibozlari, silos bilan shug'ullangan tadbirkor akalar, mana katta 2000 tonnali hamalamiz ochildi. Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib berilyapti. Dastavkaga kelishilgan holda donlik xoling 20 kilo, xoling 18 kilo. Chiroyli holatda mana qoplarining holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Mana klassik kombaynda mayin holatda o'rilgan. Akalarimiz sovuq, tumanda demay qoplashyapti mana. Akalar mehnatlariga bittadan like bosib qo'yamiz. Chorvador tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Murojaat uchun 93 534 4307. Sap-sariq mana juda ham mayin qilib chiroyli holatda o'rilgan. Donlari sutni qattiq holatda mollarga yem bo'ladigan holatda o'rilgan.